Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Yoshlar va da'vo programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshid Ediqut. Bugungi programmamizga Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazining raisi Mardan Uyg'ur qarindishimizni taklif qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sizlarning bugun meni mishaga taklif qilganinglardan intan xursand bo'ldim. Alloh razı olsun. Biz rahmat etamiz. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berdingiz. Unda biz o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tamsiz. Buludu. İsmim Merdan, familiyam Abdusalam, tahallüsüm Uygur. Ben vatanda Ürümçi'de tug'ilgan, Sharq Turkiston Ürümçi'de tug'ilgan. Tug'ilib şu hesapta meniki ağan terbiyem Xitoycha ma'rif bo'ldim. Xitoy maktabda kirib Xitoy maktabda o'qidim. Endi mening oila aqı görünüşüm, ata-onam ikkalasi ziyoli o'qituvchi, universitetning o'qituvchilari. Şunun üçün Xitoy maktabga keldim. Xitoy maktabda o'qidim. Xitoy maktabda o'qib, andan keyin aralıqda 2003-yili Malayziyaga chiqib o'qigan bo'ldim. U yerda yumshoq detal laylash kasbida o'qidim. O'qib ma'lum sabablar bilan vatanga qaytishga majbur bo'ldim. Qaytib ketgandan keyin meniki universitetimni vatanda, ya'ni Sharq Turkiston universitetida, Cho'nglar ma'rifida davomli turdim. Andan keyin shu vaqt bilan birga kurslarda, til kurslarida, andan keyin ba'zan kasbiy texnikumlarda ingliz tili ders verib shu shaklda qildim. Andan keyin 2010-yili vatandan chet elga hijrat qilib chiqqan bo'ldik. Aldı bilan Turkiyaga keldim. Turkiyadan Norvegiyaga bordim. 2010-yil chiqibsiz, 2009-yili shu Ürümçi qirg'inchilik bo'lgan vaqtda siz Ürümçide miydingiz? Albatta. O kuni o vaqtda Ürümçide edim. Hamda shu toplarda ko'rdik, QQ'ni ishlatadigan, Xitoyniki bir QQ deydigan bir nimasi bo'lgan. Shu yerda 7-ayning 5-ida namoyish bo'ladi ekanda, 1-2 kun burun tarqalgan bu xabarlar. Biz shu qarindoshlarimiz bilan birga o chaqda chiqimiz namoyishga deb tayyorlik qilgan vaqtimizda 7-ayning 5-kuni uydagilar chiqartmagan meni. Naqdna shu namoyish kuni vaqtida dadam hesapta apam bilan urushib qoldim, taloq qaytib kel deb bir bana bilan shu kirib uydan taloq chiqartmagan. Endi bizning oila ziyoli endi universitetning o'qituvchilari bo'lgandan keyin bu jihatda nihoyat bek ehtiyot qiladi. Kichigimdan menga bundaq bir vatan yoki bu Sharq Turkiston o asla bilmaydim men. Onun üstü bu Xitoycha maktabda o'qigandan keyin bu tarafdan endi kallam tamamen Xitoycha o'qib bo'lgan. O vaqtlarda masalan xabarlarda deydi Xitoycha desek Dungtu Kung Bu Funzi deydi. Sharq Turkiston terrorist unsurlari anda qildi, bo'lgunch nima bir uch kuchdan bir nima deb bir muncha bijirlagan bo'lar shu vaqtlarda. U vaqtlarda mening kallamda o'ylaгаnim endi bu Sharq Turkistonliklar bu yerga nima ish qalaymaqanchilik chiqaradi. Bu o'zining vatanida, o'zining yerida qisonmamda bu yerga kelib nima ish qiladi deydigan shu darajada kallam yuzilib ketgan. Aralıqda 2007-yili men shu istiqbol deb bir til kursi o'tdi. Bu yerda ders o'tdim endi. İngliz tili ders o'tdim kechda. Shu jarayonda bir shu dönko'rik, shu ko'rikning ostida puhralar bilan, Uyg'urlar bilan sherdagi harbiy saqchilarninki bir to'qinishiga bo'pti. Bizning o'quvchilarimiz men tanaffusga chiqib ishxonadan kirib chiqqach, 2 soat dars chiqqach o'g'illar yo'q sinfda. Pastga tushsam, endi bu yerdan bu o'quv kursida o'qiyotganlar hammasi masalan Qashqa, Xotan, endi janub tarafdan kelgan bolalar bek chiqdi. Men Ürümchiga yeng keldi, vaziyat bu yerga hech nima tushunmaydigan bo'ldi. Unisi yosh kichik bolalar, bir qadar yosh. U chaqda men endi o'qituvchi bo'lib suhbatim bilan albatta bularga men bir ega chiqishim kerak. Endi tushib bu bolalarni tortdim endi. Bu tortgan vaqtimda endi qo'limdan kelish tortdim, 3-4 o'quvchini akitib saqchilar. Ketgandan keyin ertasi men G'uljiga o'ynaga ta'til eng oxirgi kun edi zaten o shu kursninki. G'uljiga ta'tilga mendim. Ta'tilga menib G'uljida hesapda bizning tutgan o'quvchilarning bir 3-4i kim batdi u yerda desa bizning Mardan ma'lum batdi deb mening ismim chiqdi. Bu bola nega ketdi deb nerdan kelgan mening tariximni qarasa, men aralıqda Malayziyaga chiqqan, chet elga bir chiqib kirgan. Onun ustiga fevral voqeasi bo'lgan G'uljiga voqea bo'lib shu ertasi kuni ketgan. Bularninki bekliq o'zicha meni bek cho'ng bir terror unsuri deb o'yladim. Shuni bilan shu joyda tutib eketdim. Tutib eketgan vaqtida, shu vaqtida so'ragan mendan. Sen qaysi bir tashkilotga a'zomi dedi. Degan vaqtida men a'zo dedim.
Desem qaysi tashkilotga a'zo degandan Qizil Krestga a'zo. U chaqda Xitoy maktabida o'qigan bolalarning ham Qizil Krestga majbur a'zo qildim. Men Turkiyada Qizilay deymiz, inson yordam jamiyatiga. Kaldım shunchaki soddat endi. Anandiki Rabia Qodirni tonimsa desa toniyman. Biz qanday toniysa degan vaqtda biz opam bilan to'la bozorga boratdik. Shu Rabia Qodirni oldin rahbar bir narsalarni oladi desam, sen bizni ahmoq qilyapsan, sen bizni chavatamsan deb u yerda bir endi tushganligim bo'ldi. Shu vaqtda endi qo'lda shu necha arxivlarni chiqib dosyalar deymiz endi. Oldimga qo'ydi. Oldimga qo'yib bu qaysi tashkilotlarga ishlaysa, shundan ishlaydi kimga ishlaysa degan shu vaqtda Rabia Qodir onamizni shu yerda ko'rgan, Seyitun Turkni akamizni shu yerda ko'rgan, Dolqin Aysa akamizni shu yerda ko'rgan, vatanimning bayrog'ini shu yerda ko'rgan. Davlatimizning g'iribisini shu yerda ko'rgan. Deb shu vaqtda anandan keyin bu 2007-yil bo'lgan voqea. Shu vaqtda anandan keyin mening vatanim men tug'ilib 2007-gacha mening vatanimning Sharq Turkistonligini, bayrog'imning ay yulduzli ko'k bayrog'ini bilgan shu vaqtda. Ham chet eldimi bizning tashkilotimiz bor-ki degan shu vaqtda tunigan vatanni. Tunigandan keyin arliqda hamda keyin qo'yib etgan bo'ldim. O'ydikilar yo'lmang deb bir-birini izlab pullarni berib degandek inib chiqqan bo'ldim. Ammo bulardan qutlanmadim. Qutlanmaslikdagi sabab azroqli bir ish bo'lsa chaqirdim. Bir ayda bir men cho'qqum shu nimda Goboda deydi, davlat bexatarlik idorasi. Shu yerga berib men ma'lum qilishim kerak o'zim saq men Urumchidan chiqib ketmadim deb. Lekin azroqli bir yerda urushib yoki sal bir siyosiy puroq bir narsani olgan vaqtida shu vaqtda yana meni chaqiradi. Sen tonimsan nima ish bo'ldi bu deb. Shu mezgillar o'tdan 2009-yilda u voqeaga shahid bo'lgan bo'ldik. Oxiri chidamadim. Oxir chiqishni qaror qildim. Andan keyin shu 2010 Turkiyaga kelib, Turkiyadan Norvegiyaga yashab, hozirgacha yashadim. Yashagandan keyin qo'rqinish var yana shu yerda. Bu uydagilarning tarbiyasi, ishga aralashma bolam, qalaymiqa odamlar bilan aralashma bolam, anda qilma bolam, bunda qilma bolam. Degandan keyin hisobda men o'zimning ismini chiqarmay turib, masalan, Atsiz studiosi deb YouTube'da shu vaqtda qurgan, Norvegiyaga yangi chiqqan vaqtimda qurgan o'zimning torbeti var. Yani YouTube kanalim var. Şu şekilde Facebook'larda özümnünki ismini, cismini düşürüp, yine şu vatanım için, milletim için işlerini qilgan bo'ldim. İşte 2017-2018'ga kelgan vaqtda bu jazo lagerlarining bu ishlar bek avjib ketdi. Bu milletning davası qarsak hiç mang'udu aldığı hemen özümni yaş bo'lib süptüm bilan o vaqtda mening kallamda bu nima uchun kash bunda bo'lsa, ishtik bo'lsa, vatanimiz bir azat bo'lsa deb. Chunki o'chaq siyoset tushunmaymiz. Bilmeymiz işte biz dava sepiga kirmedik hamda perdenin keynini götürüp ismimizni yushirib ish qilgan bilan bu siyoset qanday bo'ladi ishni uqmadik. Hem şu Gollandiyadagi yoshlarningki turtkisi bilan yoshlar birlashayli, biz bir uyg'unayli bir tashkillayli deb shuning uyg'otishi, shu bolalarning uyg'otishi bilan biz 2018-yili Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasini qurgan bo'ldik 7-ayning 5-kuni. Bizningki qurilgan kunimiz bo'ldi. Şu şekilde balalarını teşkillep hem ictimai hem şu siyasi hem dini faaliyetlerini ilip bağım oldu. O kurga vaxtıda qancha kishi qurdunuz ve hazır qanchalik kishi var cemiyette? Biz qurgan vaqtimizda ish qilib o'zimiz Oslo, men o'zim Osloda turmuşum deyishni unutib qoldim. Ben tunishtiganda o'zim Oslo shahrida turman, ya'ni poytaxtida Norvegiyaningki. Musha atrofdagi bir necha yoshlar bilan boshlagan bo'ldik buni. Ya'ni idora heyetdaymiz. Bu bolalar bilan beshta bir maslahatlashish bosqichiga kirdik. Qanday qilamiz deb. Norvegiya yoshlari deb bir to'p qurgan bo'ldik WhatsAppda. Qurib bu yerda tashkilot shakllaymiz. Balki musha butun Norvegiyadagi yoshlarni bir yig'sak, birga kelsak, hamma odam o'zining fikrini bir deb baqsa, mayli da'voga aralashayotgan bo'lsin, aralashmayotgan bo'lsin, mayli qandaqli yoshlar bo'lsin, birga kelib bir suhbat ilib berib olsak degan shaklda bu bolalarni bir yiqqan bo'ldik bu WhatsAppning to'piga. Shu yerda paranglashib 5-ayning 26-kuni biz Oslodagi masjidimizda bu yoshlar uchrashish qildik. Uchrashish qilib mishada biz o'chaq deyishganimizda tashkil shaklida bo'lmaydi. Bu faqat yoshlar guruhi shaklida bo'ladi. Ya'ni Norvegiyadagi hozir mavjud Norvegiya Uyg'ur komitetining keyinda yoshlar bo'limi bo'lib süptimiz, ya'ni yoshlarning xizmatini qilamiz deb yo'lga chiqqan bo'ldik. O vaqtida 96 odam bor shu WhatsApp to'pida.
Ama aldıda teşkillep mangandan biz 6'miz, 7'miz battık. Hazırgıç qalğan ballarımı yine şu heyetlerini aşağı biz şu endi yeni ötküzberdik tabi bizden yaşlarga. Ötküzüşün aldıda yine şu 6-7'miz izchil bah. Onun için hiç ketmedik. Ama azalar mesela 96'dan 27'ge düşüp kaldı. Bunun da türlü sebepler var. Belki ata-anasının bisimleri, özünki iş güç, hizmet, okuş degandek işler buluş mümkün. Yoki bizning xatoliklarimiz o'tkazgan shu uyushmani yönetish jarayonida, edib berish jarayonida xatoliklarimiz bor bo'lishi mumkin. Bundan sabablari bekchiq. Shuningga bu uyushma nima uchun tashkilot bo'lmaymiz deb aslida qilgan, lekin tashkilot qurilib qolgan sabab nima degan vaqtida biz endi Norvegiya bir faoliyat qilgan vaqtida bir organ nomerini so'raydi ekan. Bir sen qonunning yangi ilingan bir organmi deb. Bu bir ikki qatimliq bu faoliyat qildik. Buni Norvegiya Uyg'ur komitetiga bilan aloqalashib, bu cho'nglar bularni biz muzokiralashib yoki bizga aşı vaqtni ap bo'g'icha haliqi faoliyatning qiziq vaqti o'tib ketar ekanda. Bu bo'lmadi. Yana shu yilni billa mangayli, lekin ayrim bir tashkil şekilde, o'zimizning organ nomeri bo'lgan shaklda mangayildik. Shuning bilan shu qurildik. Keyin ma'lum bir sabablar bilan ular bilan bekchiq nima qilib bo'lmadik, imkonlash bu xizmatni qilib bo'lmadik, lekin o'zimiz yoshlarning xizmatini qilib keldik. Endi bultur 10-oylarda Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazidagi cho'nglarimiz bizga murojaat qilgan bo'ldi. Bo'lsa kirsanglar, yoshlar hozir bu yerda qilayotgan masalan burunning yog'i qurilishdan va Farruh degan qarindoshlarimiz bor. Shu bular qilib endi hozir biz chekinaylik degan talabni iltimosini sunib ekan-ku. Endi bu cho'nglar bor, heyetlar bor, lekin bularga til qisınchiligi bor. Norvegiya til sababli Norvegiyadagi jamiyatlar bilan aloqalashish, hukumat bilan aloqalashish, rasmiyat, shakllar, nimalarda toza degandekdek hozir yoshlarda qilib bo'lmaydi endi. Cho'nglar murojaat kelgandan keyin albatta dedik. Allah razı olsun. Allah'ın uyida xizmat qilish bu bek muhim. Biz zaten da'voga yo'lga chiqqan vaqtida bizningki shuarimiz shu ishimizni o'ylaganimiz shu. Sharqiy Turkistonni Alloh roziligi uchun mustaqil yo'lda mangan. Bizningki hozirgacha mangan yo'limiz shu. Endi bu yerda aldı bilan bizningki islom dinimiz, ya'ni Qur'on sunnatga zid bo'lmasligi kerak. Bu muhim. Buningki asosda Sharq Turkistonninki mustaqillik. Ya'ni boshqa yo'l bilan emas, din bilan siyosatni ayirimiz sarkilazim, unda ish yo'q. Şu şekilde qıpmandık. Məscidni aldık çoğlarını hesablama yönetim heyet vəzifələrini. O vaxtlarda korona səbəblik Oslo'daki bizim məscidimiz taqılıb qalğan. Çünki adamlar mançıdan cıq toplansı olmaydı o bu degəndən keyin bütün dünyada toxtaldı zaten bu. Bizim məscidimiz taqılıb qaldı. Taqılıb qalğandan keyin biz yaşlar kirdik koronadan hem şu koronadan keyinlam kirgan bolduq, kirib Oslo'nun yenidiki bir şehirde. Çünkü Oslo'dan alaylısak birisi qatnaş meselesi, maşın toxtuş meselesi, icra, haddidən ziyadə qimmat. Onun üstüne bəkçiq məscidlər Oslo'da bəkçiq. Şunaqa Oslo'dan bir 10 kilometr kiladigan Sandvika degan bir şehir var. Yeni de zaten. Bu şehirde məsciddən birini icra qaldık. Hazırki bizning məscidimiz icra. İcra məscid. İcra alğan bolduq. Lekin bu icra alğan məscid olğan bilan Koreyaliklarninki butxonasini azan to'lab masjid qilib oldik Allohning qudrati bilan. Shu masjidni 2000 bultur hisobda 12-yilning 4-kuni ichirish qildik. Hozirgacha ketib boramiz, Allohga shukr. Hozir qanchalik a'zo bor? Hozir masjidimizningki bo'lgan a'zosi 680 a'zoyimiz bor. Bu lekin Norvegiyada jami yashayotgan Uyg'urlarning soni 2500 atrofida. Yine bu nüfusga nisbatan yine az. Endi Norvegiyaningki boshqa davlatlarga o'xshamaydigan bir siyosati bor. Ya'ni din gibi diniy organlar qaratilgan. Qanday desa, bir diniy organ bo'lsa, bu diniy organ qancha a'zosi qancha jiq bo'lsa, shu a'zosiga qarab turib hukumatdan shu diniy organga mablag' ajratadi. Agarda bu diniy organga a'zo bo'lmagan bo'lsa, ma'lum bir diniy organ a'zo bo'lmagan bo'lsa, o chaqda shu inson turishliq atrofidagi eng yaqin cherkovga bu avtomatik aşlarının a'zosi bo'lib qoldi. Buni andan keyin davlatdanmi cherkovga tushirdi bu pulni. Buni hamda ba'zan qarindoshlarimiz biladi, ba'zan qarindoshlarimiz bilmasligi mumkin. Shu fursatdan foydalanib Norvegiyadagi qarindoshlarimizga shuni dey. Bu a'zo bo'lgandan keyin amaliyotda hech qanday bir ziyon yo'q. Ba'zan qarindoshlar qo'rqaydi. Voy meningki masalan jiq derneklar Xitoyga
nimimizni, bizning shaxsiy uchurimizni ma'lumot yetkazib berdi ekan, anda qiladi ekan, manda qiladi ekan deb. Boshqa davlat qanday men bilmayman, ammo Norvegiyada bizningki kishilik uchurni qo'g'dash qonuni ajoyib chiq. Men shu Norvegiya Uyg'ur islom madaniyatimiz bizning qonuniy vakili. Masjiddan ziraqli bir chataq chiqsa, hukumat hech kimni tutmaydi, birinchi bo'lib tutilgan men. Shuningga bu jihatdan deyilganim qarindoshlarga bu hech qanday qo'rqinchli bir ish emas. Buni keyin men Norvegiyada zaten yig'inladim, da'vatimiz buni. Bo'lsa jiqraq azab bo'lsa, biz kuchlansak, bizga ehtiyojli narsa bu mablag' emas, pul emas. Biz bu masjidga nima uchun kirdik desa, faqat va faqat masjidni ichib berib taqab berish bu ish emas. Buningda hamma odam qila oladi bu ishni. Bizning bu yoshlarningki bu yerga kirishimizga sabab shu masjidni, diniy islomni bayroq qilib turib, ya'ni Sharq Turkistonning davosini biz Ashiyadagi musulmonlarga anglatish va musulmonlarning kuchidan foydalanib turib Norvegiya hukumatiga bisim qilish. Chunki Norvegiyadagi musulmonlarning soni hozir ko'p. Hatto saylamga ta'sir qiladigan darajaga yetdi. Hamda bizningki maqsadimiz bo'lsa, ham jamoatimizningki, Ashiyadagi yerlik jamoatimizning diniy, madaniyat işlerini qilish, yerlik mesela bolalarni o'qitish, yoshlarni tarbiyalash, ayollarninki masalan o'zlarininki ba'zan bir islom ayollarning jamiyatimi, onun ismini unutib qoldim. Shular bilan biz paranglashdik. Boshqa millatdagi musulmonlar, ayollar. Endi ashlar bilan birlikda faoliyat qiladigan shaklda. Jamoatning ishini qilamiz, qilyapmiz bir tarafdan. Yana bir tarafdan bo'lsa, bizningki ma'lum, o'zimizningki milliy mustaqillik hareketimizni şu şekilde davam qilyapmiz. Ondan keyin bizniki yaqinda yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz nima degan vaqtida Xitoy islomga urush ochdi degan bir shaklda biz bu yerda Uyg'ur yoki Sharq Turkiston desak hozir hamma yerda bor bu. Mesela bulupmu Avrupa'dakiler pek könepkilik çıkıp, "Ay desen o Suriye'de ba, Aya'da ba, Miye'de ba, Ukrayna'da mı uğraştı?" diyen şekilde bir tecavüz oldu, uğraştı, bunda olarak ezildi diyen şekilde anlatsak, bulara tesir kılmaz. Halet kikep kaldı hazır. Bulupmuş halkları olsun. Hükümetleri zaten biliyordu. Bütün dünyanın hükümetleri biliyordu bunu. Parlamentleri olan da hepsi biliyordu. Ama halkları bilsin hazır biz ezilgen diyen şekilde anlatıp kalsak bu çatak ki. Biz shunga sal yoshlar davoni boshqacha bir mang'ayli deb vatan emas bu yerda millat yo'q, balki musulmonlarga sening dining hujum qilyotdi. Men 1933-yilda bizningki ota-bobolarimiz shu Sharq Turkiston islom jumhuriyatini qurganlar. Tunji islom jumhuriyati dunyodagi. Biz mundaqlarning avlodi. Biz 1949-yilda Xitoy tajovuzchilari bizni besib olgandan keyin hozirgacha biz bu yoldan vazgeçmedik. Özümüzün dinini qo'g'dash uchun hozirgacha biz kurash qilyapmiz. Şu Xitoy bu mesela bu musulmonlar ba'zan musulmon davlatlar deydi ya bu Xitoyga ajoyib yo'g'onab ketdi, voy bek cho'ng'ib ketdi, anda oldu, manda oldu. Sening ko'zingda shunda cho'ng'aytgan shu Xitoy bilan dunyoda hisobda hozir sizlarga nisbatan bu bir cho'ng kuch. Biz mushu bilan biz hozirgacha mujodala qilyapmiz, mushlar bilan hozirgacha kurash qilyapmiz. Dinimiz uchun biz qilgan ishimizni qilyapmiz. Biz bichara bo'lib kelmadik. Mesela islom jamiyatlar bilan ko'rishyapmiz, masjidlar bilan ko'rishyapmiz. Biz bu yerda sening bir yordamini olaylik, qarindoshim bizga yordam qilib biz izilgandik deb tilab kelmadik bu yerga. Biz o'zimizning dinini qo'g'dab keldik ta bugunga qadar. Sen bir musulmonkensen, senmi diningni qo'g'da. Men qiyomatda meningki Alloh taologa beradigan javobim aniq. Ey Alloh, men sening diningni hozirgacha qo'g'dab keldim. Men qo'g'dab kuchim yetmadi Xitoyga. Küçüm yetmegende sen bana bergen iman, akıl arkalık, ağzımı arkalık, muşu qeyrindaşlarımga çaqadım dep koyma, boldu mening işim tügidi. Ama sen tamam muşu merdanla yoki Norvegiya Uyg'ur islom madaniyat markazidagilar kelgan vaqtida degan vaqtida sen nemish qilganding degan savolingga qiyomatda javob tayyorlab qo'y. Bizning ishimiz tugidi bu yerdiki. Degandan keyin bulardagi tepkisi boshqacha. Burunlardan degan vaqtida vay başın sağ olsun kardeşim, dua kılımız sizlerge. Vay duayımız her vakit sizler bilen birle şu bir yığız geplen tüktü. Ama aşağı bakan vaxtımızda biz neymiş qilib beraleyimiz degen genelse ağızdan çıkışqa başladı bulanınki. Çücü diye, qoq diye. Anandan keyin bunu bu şekilde qilish arqali aldığımızda yine bir muncha planlarımız var. Buna emin deb yursam vaqt münasibətlə demək. İnşallah bu Norvegiyada mı şu özümüzdeki mescidi bilen arkalık İslam yolları bilen ne mümkün. Bu abi a'zo saniga kelsak, jamiyatlar bilan ko'rashgan vaqtimizda qanchalik a'zoyim bor deb so'raydigan shu bizdan.
Vay 200 azayım var, 300 azayım var degendikten bularda itibar meselesi var ki bularning oldida. Ha bu bir kichikli bir cemiyetke. Dep bizning sözümüzning itibarimi az bo'ladi ekan. Shundan qabiyam dedim ya, bizga mablag' qancha bek lozim emas. Bizga lozim narsa mana shu nima a'zo soni. Boshqa islom jamiyatlari bilan, islom shu masjidlar bilan ko'rishgan vaqtida meningki 680 emas, 2,5 ming a'zoyim bor desam, o chaqda bularning ko'zi 680 bilan 2,5 mingning orasida farq bor. To'g'ri, bizning da'voyimiz bo'lgan Bizning da'voyimizga bo'lgan foydasi. Tug'mashida. Buni endi mablag' jihatdan, pul jihatdan qanday desak, yaqin biz shu masjid kirishdan burun 2-3 yildan yoq balkim sizlar anglaganlar Norvegiyada Uyg'ur masjidining birini setib olish proyektini bizning cho'nglarimiz boshlagan edi. Bu qarindoshlarga biz shu musulmon qarindoshlarga da'vat qilgan vaqtida siyosiy jihatdan ma'vu, iqtisodiy jihatdan Sharqiy Turkistonda kuniga masjidlar yiqilyotdi, so'kilyotdi. 1000 Sharqiy Turkistonda 1000 masjid chaqilsa, Norvegiyada bir masjid bo'lishi kerak. Bir masjid bo'lsa tiklishimiz kerak. Degan shaklda men masjid setib olish projektimizga buning foydasi bor. Bulardan tamam, undasi men masjid va unisiga masjid barpo qilish hamda u qanchalik savob musulmon qarindoshlarimiz bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin biz bu qo'shbisliq shaklda birsi siyosiy jihatdan, yana birsi o'zimizning masjidni inshaalloh setib olamiz yaqinda. Xudoyim butun kuchimiz bilan tirishayapmiz. Mushu ikkili tarafdan biz qazna olaylik ekanmiz. Shunga mushu yo'ldan mengyapmiz inshaalloh. Maşallah, Allah razı olsun. Norvegiyadagi mushu Uyg'urlarningki da'vo tutgan pozitsiyasi qandayroq? Norvegiyadagi Uyg'urlarningki Sharq Turkistonliklarning deyli, bularningki tutgan masalan hozir masalan shu Norvegiya tug'ilgan yoshlarmi jiqib ketdi hozir. Ikkinchi avlod yoshlarmi ko'payishga boshlanyapti. Cho'nglarning kelganda cho'nglar yana o'zining burun qanday da'vo qilayotgan shakli bilan yana shu bitim qilyapti. Masalan, Norvegiya Uyg'ur komitetini misolga kelsak, bular asosligi Norvegiyaningki hukumatlari bilan, parlamentlari bilan yana mushu shaklda menyapti. Endi biz bo'lsak, biz boshqachini yoshlarni yig'ish orqali da'voni yangicha bir usul deb ma'noda buning bilan. Endi jamoatga aralashmaydiganmi albatta, bu vatan millatning ishiga aralashmaydiganmi yoshlarimiz bor. Ham cho'nglarni endi men beknim qilmayman. Yoshlarga ichim yetishadigan yeri shu. Masalan, men tuyuqsiz nima uchun necha vaqtdan yoq 2017-18 gacha yushurun yurib 2018da nima uchun tuyuqsizlam yuzimni ichib chiqdim bu yerga degan menga sababchi bo'lgan narsa, hammamiz shu televizor oldidagi, ekran oldidagi qarindoshlarimiz ko'rgan u videoni. Biz bir Uyg'ur singlimiz qizil ko'ynaklik bir Xitoyga zo'lab o'ylangan bir video bor, sosyal medyada taqilib ketgan. Men mushuni ko'rgan vaqtimda, mush videoni ko'rgan vaqtimda 3-4 kun ko'zimga uyqu kirmadi. Chidamadim chunki. Men buning hisobini qanday beraman dedim. Men qiyomatga borgan vaqtimda men bu videoni hech qanday ish bekor qo'yib qo'ymaydim. Men bu videoni bekor ko'rib qolmadim bugun. Men buning javobini Allohga qanday beraman vaqti kelganda. Bu diniy jihatdan. Milliy jihatdan, millatchilik shaklida o'ylasak, men Uyg'ur turib, o'zimningki xonim qizini o'zim qo'g'diyanmasam, yuzimni ichib bu hozirgacha Xitoydan qo'rqib yashasam, men bir o'g'avali bir Uyg'ur yigiti oldimmi? Dedim, yana bir yoqdan ota-onam esimga keldi. Ey, ota-onam vatanda. O'zimni tutib olay deyman. Bu ko'pincha yoshlarda bo'ladi bunday hissiyat. Ota-onam vatanda. Mening bir muncha tuqqan urug' tuqqanlarim bor degan bu o'y bir yoqdan bosudi mening nimam oxirida o'ylashib chidamay bo'ldi. Tarazdim bir tarafga vatanimni qo'ydim. Tupurqimni qo'ydim, bir tarafga ota-onamni qo'ydim. Mening vatanim, mening tupurqim, mening xalqim ota-onamni besib ketdi bu yerda. Tamam. Men ota-onam uchun, ikki odam uchun bu ishda men xalqimni tanlamay bularni tanlasam, men ikki odam uchun bir muncha xalqimni, bir muncha vatanimni, ziminimni men qilib qo'ygan, qilib beraman. Deb bo'ldi, men qat'iy niyatga keldim dedim. Uchoqlarda uydagilar bilan aloqa qilisha oladigan vaqtim. Telefon qildim. Telefon qilib hisobda men bilmay ichimda nimda telefon qilganimni bular bilmaydi. Meningki kanalımda mushu eng oxirgi qatim bir qatim telefon qilishim. Ovozni bo'lsa eng oxirgi qatim bu hayotimda eng oxirgi qatim anglishim bu. Deb boshqa gapmi bo'lmadi. Dada shunday qo'shillarim sal rahatsiz qilyotdi. Endi men bir mezgil sal yo'qolib ketishim mumkin. O'qishlari, ishlarimni bek jiddiylashib ketdi, xizmatlarim bek jiddiylashib ketdi. Shuningga men bundan keyin sizlar bilan jiq paranglashmaydigan o'xshayman. Allah ishqilib sizlarni o'z balangizga saqlasin.
Dedim, dadam, "Nima bo'ldingiz bolam? Bugun yaxshi qo'panmadingizmi? Uyda bir ish bo'ldimi, qanday bo'ldi?" "Ya, kayfiyatim yaxshi dada, intayin yaxshi. Rahmat. Jiq paranglashmaydi telefonda." deb shu chaqda shu telefonni qo'yib etdim hisobda. Shu telefonni qo'yib etdim. Hisobda o'zimning ko'ngilda ham ota-onamning roziligini oldim shaklda. Telefonni qo'yib etgandan keyin endi rasmiy chiqdim. Ham bu yerda deydigan gap nima desa, yoshlarimiz mushundaq davalg'ushda yashayotgan, mushundaq qanday qilsam bo'ladi deb tanlay olmaydigan vaqtda tanlay olmayotgan mush yoshlarimga deydiganim bo'lsa, hozir bir narsaning igi chiqsaq, Xitoy chaqlanmaydi. Mana igisi var deydi. Çekilmay jim yusaq men bir qerinishdan panalashdim. Ailemde 8 adam 8 urug' tuqqandan keyin 7sini tutib kirib 7sini tutib ketibdi. Bir atisimi, singlisimi birisi qilib qopti. Shuning uchun men chiqolmayman deydi. Masalan, mush holatda. Xitoyning zaten maqsadi shu. Shuningga buningga biz Alloh roziligi uchun qilyapmiz. Ularni Allohga omonat qilaylik. Meni tuproq ketyapti. At-singillarimiz tajovuzga uchrayapti. Vatanimiz, millatimiz, kichik bolalarimiz hammasi endi biz yine qachon biz tutsa men qo'rqsam, sizlar qo'rqsanglar, hammadan qo'rqsa kim qiladi bu davoni? Shunga bo'lsa, deydiganim kesinlikle bir nima beringlar, bir qaror beringlar. Yana biz bu yo'l Allohning yo'li. Biz Alloh uchun bir qadam mangsak, Alloh biz uchun bizga 10 qadam yaqinlashadi. Ota-onamiz bir farzandninki ota-onasi uchun bu dunyoda va u dunyoda eng cho'ng qila oladigan şey nima degan vaqtida ota-onasini jannatga kirgizish. Bu hammamizning orzuyi. Aldı bilan o'zimiz jannatga kirishimiz kerak. Masalan, men shehid bo'lsam deydi. Bu shehid degani cho'qqi men Qur'onni ko'tarib bir jang maydonida emas. Vatan millatimning uchun yo'lida men o'lib ketib qolsam, balki men media ishlarini qilatdim uyushma qurilgan vaqtida. Aşı kompüter jiq o'ylab uyqum kelib 3-4 kun, 4-5 kun uxlamay, bir vaqtni ishdan jo'q taksiga deydigan vaqtlarim taksida kechirish hayda etdim. Ishdan tushib etdiganda kompüterni olib o'tirdim, o'tirib uyqularim kelib, haftalab uxlamay video ishlaydigan vaqtlarim bordi. Shu vaqtda o'ylagan, men o'lib ketib qolib qolsam, shu kompüter taxtasining tepida shehid bo'lamanmi deb ustozdan so'ragan. So'rasam, sen hozir jihad qilyapsan degan menga. Hani cihatniki 3 xil bosqichi masalan 5da bo'lsa qarshi harakatdan bilan bo'lmasa tiling bilan bo'lmasa diling bilan deydi. Bu hozir cihat Xitoyga qaratib atgan bir o'q degan. Shuni anglagan vaqtimda men shehid bo'lib ketsam, ota-onamni men duoim orqali ota-onamni jannati qila olsam, bir farzandninki ota-onasi uchun ham buningdan cho'ng qilib beradigan ish yo'q. Balki bu dunyoda dadam opam hozir ertaga Xitoy izildi bu videoni. Aniq o'ydikilarga. Endi izladi. Ko'z tutishi mumkin. Mishada deydiganim, ota-onamga deydiganim, men bu dunyoda sizlar uchun ishni qilib bermagan bo'lishim mumkin. Ammo inshaalloh Alloh bizga jannatni nasib etsin, amin. Qilgan vaqtida jannatga inshaalloh jannatga bir duo bilan 70 urug' tuqqunga kirgil bo'ldi deydi inshaalloh. Xudoyim bilsin men shuni qilaman. Xitoyga deydiganim, tahdid qilma menga. Aqmaydim de. Ota-onam qo'lingda zaten. Qanda qila olaysa, nima qila olaysa men bilmayman uni. Sening qo'lingda terrorist sen aslida hozir. Xitoy. Qo'lingdan kelganini qil. Men bu yo'ldan to'xtamayman. Apamni ko'z tutib mening oldimda yig'iltib, dadamni ko'z tutib mening oldimda yig'iltib sen hech qandaq bir mendan tavrinish olmaysan. Chunki men bu yo'limni Allohga, dinimga, vatanimga atadim. Vatanimning mustaqilligiga atadim. Inshaalloh men Vay biz mustaqil qilolmaysak, yoshlar va yoshlarni tarbiyalab, andan keyin bular mustaqil qilsa, men Norvegiyaga chiqqan vaqtda anglagan bu gapni. Zaten 70 yildan yog'i shunda bu o'tibdi-ki. Biz yoshlar deydigan biz qilamiz buni. Bizdan keyin qolgan yoshlar davlatni qursin ular. Biz alili ular qursin. Shu vaqtda shariat davlat quramda, demokratik quramda, u chaqda biz inshaalloh shu nimada shehid bo'lsak, u chaqdagi gap shu vaqtda. Ular yoshlar qolsin, ammo davlatni qurish, davlatni mustaqil qilish hozirgi bizda, bizning qo'limizda. Biz qilmay turib, bu yoshlardan yana umid kutsak, menchi bu bizning kichiklardan, o'smirlar deydi. Men hali qaytib qoldim, hozir cho'ng bo'lib qoldim. Bulardan umid kutib o'tmay, o'zimiz ish qilmay o'tsasak, belki bu tazbaq qamlashmaydi. Yoshlar qilgan xitobim shu. Chiqaylik, qilaylik, qo'rqmaylik. Biz musulmon, biz turk, biz uyg'ur. Bizning uch kimligimiz bu yerda. Muşnunga layık aldı. Xalqlarning oldiga poat desa deymiz, voy palonchining avlodi biz, G'ani Boturning avlodi biz, Sabit Tamollaning avlodi biz. Men shu gapni og'zimdan chiqarishga nomus qilaman hozir.
Aşı ata boğulurum. Bizningki muşu halatimizni hazır köse gordan çıkıp gilimizni sıqatdı hazır resmi. Goy mening namimni satma sende. Biz paqirlanamiz dedi. Paqirlanib nemish qilding? Nemish qilyapmiz? Bir bo'lsa tashkilotlarni yomonlaymiz, derneklarni yomonlaymiz, uningdan yomonlaymiz, buningdan yomonlaymiz. O'zimizdan boshqa hamma narsani yomonlaymiz. Aldi bilan men nemish qilyapman deyish kerak. Xizmat masalan bizga xizmat izlab qolsak, uyda o'tirsak xizmat kelmaydi bizningizda. Xizmat tepish uchun uyimizdan chiqishimiz kerak, bir qadam mengishimiz kerak, atlashimiz kerak, uydan chiqishimiz kerak. Voy, xizmat vermedi, xizmat vermedi deb uyda o'tirsak, kelmaydi o xizmat bizga. To'g'ri. Gazet ko'rib qo'ygan bilan, Facebook ko'rib qo'ygan bilan, WhatsAppda jidallashgan bilan. Chiqishimiz kerak, oldi bilan o'zimizdan boshlashimiz kerak. Yomonlashdan burun men, masalan, ma dernekning, ma tashkilotning ma ishlari bo'lmadi. Shundaymi? Tamam. Unda bo'lsa, men qilib baqay. Qo'limdan kelishib chiqib baqay. Balki men tek chiqishim mumkin. Niyatimni xolis bo'lsa, Alloh yo'lida bo'lsa, xolis niyatga Alloh beradi buni. Bu shaklda chiqsak, inshaalloh menmi hozir burun bekchi qolganlarim bor, do'stlarim bor meniki. 2018dan keyin burunqi do'stlarim meni hozir ko'rsa 5 metr, 50 metr yerni aylanib mangadigan holatga keldi. Hozirgi meniki men bilan bir ish qilayotgan qarindoshlarim 2018dan boshlab, shu uyushma qurilgan vaqtidan boshlab tanishgan bolalar. Shu birisini men burun 8 yildan tanıydım, onundan qolgan hammasini yangi tanishgan bolalar. Yine Allah razı olsun vatan yo'lida tanishib, shular hozirgacha inshaalloh birga ish qilyapmiz. Bizning muhabbetimiz, qarindoshligimiz borgan sir kuchayyapti. Men bir chiqqan 5 oldik, 6 oldik, 7 oldik, 8 oldik. Borgan sir ko'payib mangdik. Shuning uchun qaqshashni to'xtaydi biz yoshlar deydiganim. Voy, bo'lmadi, davodan zerikishlar bor. Chunki hamda davo muhitining ba'zan pakiz emas yerlerini juqan bir yerda aşmasaqmı bo'ladi uni. Hem yoshlar biladi. Yoshlarning davo kirmasligining sababinin birisi bu. Men kimga ishonmay aka deydi-ku. Sana ishonamdim, sana mo abi yine birisi birim davotidir. Men kimga ishonmay deydi. Hech kimga ishonma, oldi bilan o'zing ishon. Sen o'zing to'g'ri deb yo'l mangan yo'lda o'zing bir menga paq oldi bilan. Shu vaqtda kelganda sen bilan bir yo'ldagi insonni xolis niyat bilan chiqqan bo'lsang, Alloh taolo sana uchirtadi shu vaqtida. Shu vaqtida bilinmangiz. Anandan keyin qaqsha. Anandan keyin men bunda qilsam sen nemish qilmading de. Öyle o'tirib hech nima qilmay turib men ani qildi emas. Mushu jidal bu yerdagi yoshlarningki mushu da'vo kirishni to'sashningki bir omil deb qarayman. Rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten mühim sözün qilib aileniz so'g'liq, otangiz so'g'liq gaplan qilgan vaqtida, vatan to'g'ri gaplan qilgan vaqtingizda bütün bedenim titrab ketdi meniki. Bo'lib mush qilayotgan da'vo xizmatimiz uchun nihoyatda bir shukr qilib Allohga kecha kunduz duo qilishimiz kerak deb o'ylayman. Alloh razı olsun. Amin. Endi hozir shu markazniki raiskansiz. Bundan keyingi planlaringiz, arzularingiz bormi? Mening shaxsiy bo'lish Shaxsiy bo'lish suhbatim bilan inshaalloh meniki deydiganim, mening o'ylaydiganim da'vo kuchaysa deyman. Yoshlar birlashsa deyman. Bu yerda yangi ideyalar chiqib tursa deyman. Men inshaalloh kecha kunduz duo qildigan duoyim shu. Alloh meni bu yo'ldan ayirib qo'ymagan. Meni shaytonlarning vasvasidan saqlagan. Turmushim bor, meni bir o'g'il, bir qizim bor, 2 balam bor. Norvegiya men 3-4 yer ishlayman masalan. Uning ustiga bu masjidning ishi var. Undaki ma yoshlar uyushmasida yangi kirgan bu bolalarni tarbiyalaydigan bir ishlar var. Shu vaqtdan bu xizmat az uludandı. 3-4 yer ishlagan bilan men xizmat vaqtim sal az. Ruxsat so'ram, 4 kunda bir ruxsat so'rayotgan, 2 kunda bir ketib olgan. Anda bo'lgandan keyin iqtisodma albatta az kiradi. Lekin Allohga ming shukri. Hozirgacha men bir odamning oldida qizirib berib boqmadim. Alloh yo'lida men 1 kron xajlagan bo'lsam, Norvegiya kronida inshaalloh Alloh menga 100 kron berib beradi. Mening g'oyam mushning har qanday bir shaytonning vasvasiga men qul bo'lmay, faqat va faqat mush 5 yilda biz 2018 yil mush bolalar bilan boshlagan Alloh roziligi uchun Sharq Turkistonning mustaqilligi degan mush yo'ldan Allohdan meni yondirib o'tmasligini tilayman. Inshaalloh bu yo'lda bir mustaqillik yo'lida men shu mustaqillikni bir ko'rsam deyman. Vatanimga shu bayroqni shu qadasam deyman. İnşallah. İnşallah. Bunu endi bir adam qilolmaydi. Shuning ittifoqlik pek muhim. Yoshlarga qutupchilik bo'lmasligi kerak. Hozir ba'zan yoshlar bor. Masalan, ma'lum bir tashkilotni yaxshi ko'rmaydi deydi.
Onun yaşlarını ömrünü mü görüp bakmagan. Çoğunları ne görüp atını mesela Facebook'ta o yerde bir yere çıkıp atıdı ama onların yaşlarını ömrünü mü görüp bakma. Şimdi aldıgan. Vay palanç teşkilatın yaşları ki o. Vay biz diyen mındak. Aldıgan sen berip bu tunuş bak. Meyli o yaşları olamdı, nemisi olamdı, tunuş bak. Mesela müşketimle kayırındaşım şu halkaralık yaşlar uçuruşuq kelsek mi? Mening maqsadim bir yer kelip men biraz ügünüp gitmen dep kelmedim. Çünkü men bundaq yığınlarga, bundaq uçuruşlarga bek jiq kelgen, jiq badım. Bunun manga ekiladigan näsi, bunun kelgi. Aşağıda ügengen näsemden bekirek, aşağıda tunuşkan insanlar. Her xil cemiyetike, her xil oxşamaydigan cemiyetke yaşlar bilen fikir almashtirush. Mesela biz tünügün ahırlaştı bizdeki faaliyet, ahırlaşkandan keyin 2 yerdə toplantı qılдық mesela. Yaşlar oxşamaydigan yaşlar bilen. Etdigen bamdat saat 5 ezan to'lganda yataq kiribdimiz. Kichikcha. Kechiç paranlaşıp qanday qilamiz, qaysini qanday qilamiz, ma ishlam azanın dava düşenmeydigan yaşlarımızga, balalarım, adamlarımızga bularni düşendigen boptuk akşam mında bulup dava degende. Anan keyin ma bazan yaşlar bilen konkret projekt töpüde paranlaşkan, məsləhətləşkan bu yaşlarni memşə kelgenlikini tunugan yaşlar. Müşketimle uçuruşda tunuşkan yaşlar. Bosa meningki deydiganim şu davayım özemniki to'xtab qalmasam, albatta tek emas. Bosa jiqaysaq, her xil ideologiya bosa kəsun aldınan. Biz çoğunlarni tol deymiz, oy bir jozga kilonu, bir üstelge kilonu paranlaşın deymiz. Ulan deyiştim burun mening deydiganim. Aldınan özümüz kelli. İnşallah. Kutuplu işini taşlaylı. Anan keyin şu jiq bir-birimizden söhbət ep berip turaylı. Mençe olsa biz yaşlardan Xitay qoqaydı. Qoqat bilek iş qilamiz inşallah. İnşallah. Şu vaqtdaki bizning ajdodlarimiz, bizning ata-bobolarimizniki inşallah u vaqtda faxrlanib deymiz. Biz Sabit Damollamning, G'ani Baturning avlodlari, Mehmet Qashqarning avlodlari deb u vaqtda desek bo'ladi. Qo'rqmay yurgimizni, meydimizni urib, qo'limizni yurgimizga urib turib. Allah razı olsun. Amin. Günayet güzel sohbet oldu. Hakikaten Norveç'teki bütün Uygurlarını sizinle müşahede tamamen köygen oldu, anlayan olduk. Nayet suyunduk. Bulunmuşum muhaciretteki hazır bulunmuş ikinci evlat metenden çıkmagan çetel dünyası tuğulgan, her xil devlette tuğulgan yaşlarımız beraber köpüyüş başıldı abay siz degendek. Türkiye'de şu hem yedim şu hem bizdenki en sırrı şu. Bulup birincilap tilden, annekin özün milletine, hem benimsine bizlik tamamen baştan düşündürüşke doğru geldiken. Biz vatenden çıkıklık, vatende hakanca bizlik asimile bulup çıksak mı çetel çıkandan keyin biz aynen özümüz vatandakilerini bildik. Bilgendiken üyeyi boğan söygümüz ba bizdeylik. Tıgımı artık şekildeylik. Tıgımı üstün buludu, atanımız ayrılıp kaldı. Ama bulup muhaciretteki tuğulgan yaşlarımızdaki aileleri çetelde. Qaysi tili bekrak aşı to'lib cho'ng'ilgan yerdagi tillarga o'zgarib ketmagan, atrofda biz bo'lib Mashriq Turkiston chiqqan yoshlardan sal yaralishib ketmagan. Oshna yoshlarninki jiqiyishi biz uchun nihoyatda bir xatarlik ish deb o'ylayman. Hamma davlatda bor bu ish. Turkiyada bo'lsin, sizning turayotgan davlatda bo'lsin, hamma davlatda bor. Bo'libmi siz bizga o'xshash yoshlar, yosh dedim, yoshlar. Buni nihoyat kutishimiz kerak. Bulum neçə gün açılğan yığınımız nəhayət yaxşı oldu. Yerdə hər xil ilqə çoğundan kiçik gördük, yaşlarımızı gördük. Hər xil siz abay deyəndək, hər xil təşkilatdakı, hər xil cəmiyyətdəki, hər xil qruplar, məktəblərdəki, hər xil yerdə dərs alğan, ilahiyyat, media, bütün yerdəki insanlarla görüşdük, tanışdıq. Ən axırqa berib toxtağaya nə verdisə, bizim niyetimiz birkən. Biz herkes berib başqani qutuldurmaydiganmiz. Biz berib şu Şərq Türkistonni qutuldurganmiz. Biz yani nimeli kısak yani bir kiralaydıkimiz biz. Tamam. Ben neçə gün yakın bu yığılışını görüp oydum ki biz vatanga nima iş bolsa bir yol içilse, qanday yo'lla, mayli media yo'llan bo'lsin, mayli urush yo'li bo'lsin, bu Uyg'urlar yani biz yoshlarimiz chiqdi ekanmiz, qo'pdi ekanmiz, shuni his qildim. Sizlar ma so'hbatni qilgandan keyin yani vatandagi otangiz qolgan, oilangiz qolib qolgan yoki vatandagilarni ansiraydigan yoshlarga sizin vergen cevabınız neydi? Ne güçlük bir cevap da olayım. Hakikaten bu videonun eşeğini kesip bir takat kadar bir gap da olayım. Allah razı olsun. Neydi yaxşı sözden kılıp verdiniz. Ve bunun için işlerinizi oturtlayayım. Cemiyetinki işleri oturtlayayım. Allah razı olsun. Amin. Sizlerin işinlerini oturtlayayım. Allah razı olsun. Bugünkü programımız bir şeyce bulundu. Merdan Uygur kardeşimizle köpten köp rahmet etimiz. Nihayet mühim sözlerini kılıp verdi.
İnşallah kelar qism programma ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.